Assalomu alaykum aziz yurt qatnashchilar. Sizlar bilan yana men Sohibjon Asrorov. Sizlar Sohibjon Asrorov kanalidasiz. Mana bugun bizlar Samarqand viloyati Narpay tumaniga yetib keldik, Puskaron qishlog'iga. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz zo'rmi? Ismingiz nima aka? Azim. Azim. Ana Azim akamiz bugun mana shu Narpay tumani Puskaron qishlog'idagi mana shu katta xo'zmak deyiladi, endi bir bozor emas, xo'zmak, katta xo'zmak mana ko'rib turibmiz. Mana shu yerdagi taxta, rika, shifrlaringiz ham bormi? Shifr, xullas stroy materiallar narxlari bilan hozir qisqacha tanishtiradi. Qani, bo'lmasa boshladik. Bo'lmasa strapilardan boshlaylik. Sal qattiroq gapirasiz, ko'chada 11 ga 35 lik strapillarimiz bular. Nechiga nechi? 11 ga 3,5. Bular narxi 90 ming so'mdan. Metrini ham birdan ayting. Metri 6 metrli, 11 ga 3,5 lik. Xullas kalon 11 santimetrga, qalinligi 3,5, uzunligi 6 metr, narxiga keladigan bo'lsak 90 ming so'm. 90 ming so'm bir donasi bo'lyapti mana. Keyingilarga o'tamiz. 15 ga 5 lik taxtalarimiz. Reka uchun, strapilar uchun yo'q. Mana. Bular donasi 180 ming so'mdan. Qalinligi 5, 15 ga 5 lik. 15 ga 5, uzunligi 6 metr. 6 metr. Aha. Narxiga keladigan bo'lsak Narxlari 180 ming so'm. 180 ming so'm bir donasi bo'lyapti mana. 14 ga 36 lik razmerimiz bular. Narxlari 125 ming so'mdan bu. Aha. Bu ham 6 metrlik. 6 metrli 11 ga Mana chiqarib ko'rsating, iloji bo'lsa uchun. 36 lik taxtalarimiz bu ham strapilar uchun. Telefon bosib oling. Narxi bular 100 ming so'mdan. 11 ga nechi? 36 lik. Uzunligi 6 metr. 6 metrlik. 17 lik bor, 17 ga 3,5. Bular narxlari 135 ming so'mdan. 135 ming so'm. Bu nima uchun ishlatilishini ham aytib o'tib keting-da birdan. Bular ham strapilar. Shu qurilish ishlari uchun 14 ga 3,5 ligi bor. 14 ga qalinligi 3,5, bu strapilagan bu ham. Strapilarga bu ham. Bu mahsul bu taxtalarimiz bo'yi 6 metr, qalinligi 3,5, uzunligi 6 metrlik. Eniga 14 santimetr. 14 santimetr eniga bo'lyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 118 ming so'm. 118 ming so'm bir donasi. Yana kelishtirib ham berasiz ko'proq bo'lsa. Keyin xohlagancha gofra turbalar mahsulot. Mana plasmas turbalarimiz bor ekan. Dimovka taxtalar pol uchun. Dimovkalarning narxini aytib bering, turbalarni keyin nima qilamiz, maylimi? 4 metrli laga uchun mana. Lagaga 4 metrlik, pol tagiga. 11 ga 35 lik, 3,5 lik. 11 ga 3,5, uzunligi 4 metr. Narxi 62 ming so'mdan. 62 ming so'm bir donasi bo'lyapti. Mana bular bunaqa, bu ham pol uchun 10 ga 2,5. 10 ga 2,5 taxta bu, Taxta. 10 ga 2,5. Morlat boshqa shu. Qalinligi 2,5, uzunligi nechi? 4 metrlik. Uzunligi 4 metrlik. Narxiga keladigan bo'lsak 42 ming so'mdan. 42 ming so'm bir donasi deyilyapti mana. Vassaliklarimiz bor. Ana vassalarni. Bu mana vassani zo'rlari bor ekan-ku mana. Bu nechi pul bo'ladi? 7,5 ga qalinligi yana 7,5, qalinligi 1,5, uzunasi 3 metr, donasi 13 ming so'm. Donasi 13 ming so'mdan bo'lyapti. Bu ham xuddi o'shanaqa taxta pol uchun rekalikka 10 ga 2,5 zavodniki. 10 ga 2,5, 10 ga 2,5, uzunligi 4 metr. Uzunligi 4 metr bir donasi 42 ming so'm. 42 ming so'm bir donasi bo'lyapti. Mana ortilayotgan rekalardan birdan aytib yuboring, mana shu yerda turgan vaqtda. Rekalar bor mana aka, tabrika reka 3 ga 4. 3 santimetrga 4 santimetr. 3 ga 4 bular. Uzunligi 4 metr. 4 metr. Bu metr hisobi. 1 metr nechi pul? Bular endi bonusi 6,5 ming so'm. 6 mingligi ham bor ichkarilarda. 5,5 mingga ham bor. 5,5 mingga ham bor. Razmeriga 5,5 dan 6,5 minggacha. 5,5 mingdan 6,5. Uzunligi 6 metrliklari ham bormi? Yo'q, 6 metrlik kesilgan shifrga. Shifrga bor ular. Shifr uchun. O'sha rekalardan bir ko'raylik, maylimi? Displey bor ekan mana chiqadi. Displeylar bor. Displeylar bor mana, rossiyskiy Perm displeylar. Mana displey Permnikimi bu? Permniki. Permniki nechi pul bo'lyapti aka? Bular 380 ming so'mdan. 380 ming so'm bir donasi. Bir donasi. Kelishtiriladigan joyi ham bor, Bor. OSB'lar bor, ochibka ishlari uchun, patologga. OSB'ni razmerini ham aytib o'ting. 120 ga 2,5. 120 ga 2,5. Mana bu yerda yozilgan ekan, 120 ga 2,5.
Donasi nechi pul buni? 140 ming so'm, 130 ming so'm, 190 ming so'm. Bu 130 ming so'mligi yuqoroqmi bu? Ha, bu yuqoroq bu 6. Unisi qimmati qanaqa bu? Bu ham xuddi shunday, bu qalinroq razmeri bu. Bu 190 ming deyapsiz. 190 ming so'm. Apshipkalarga bu ham. Apshipkalarga. Asosan nimalarga ishlatyapti buni? Shu vagonka qilishgami bu? Vagonga qilishga, keyin apshipka ishlari uchun. Mana rekalar mana bu yerda ekanda. Rekalar mana shifr uchun. Shifrni rekasi nechi pul bo'lyapti? Shifr qoqish. Bular 7 ming so'mdan. 1 metr 7 ming so'm. 1 metr 7 ming so'm. Razmerini ayting buni. 4,5 ga 36 lik razmer. 4,5 ga 3,6 bo'lyapti, 3,6 shunda. shunday. Shifrga bo'ladi. Shifr uchun, ha. 6 metr uzunligi rekalar bular. Shunday. Ha, gipsakarton ishlari uchun. Mana Patolochni ishlarga. patolochni ishlar uchun mana. Buni razmeri qanaqa? 2,5 ga 5 bular. 2,5 ga 5 lik. Metri nechi puldan buni? Metri bular 4600 so'mdan. 4,5 2,5 ga 5. 4600 so'mdan 6 metr uzunligi ekan. 6 metr uzunligi. Ha, keyin yana mana bu yerda stanok ko'rib qoldim. Xohlagan razmerda kesib berish xizmati Xohlagan ham bor. razmerda, ha, kesib Mana berish stanokka xizmati ham bor. olib qo'yamiz. Xohlagan razmerda kesib berish xizmati ham bor mana. Patolog uchun. Mana patologga dekor plastlar bor ekan. Dekor plastlarni bular donavoymi shunda? Bular kvadrat. Xohlagan razmerda 3,5, 4 metrli, 6 metrli. Ha, razmerlar 3 metr, 3 metr, 3,5 metr, 4 metrli, 6 metrli. 6 metrlik nimalar bor. 3 metrlik nechi pul, 4 metrligi nechi Bular pul? hammasini kvadratga hisoblab Kvadratini qilib beramiz. nechi pul? Bir Kvadrati 28 ming so'mdan hozir Ha, narxlari. 28 ming so'm. 28 ming so'm. 1 kvadrati. Bir kvadrati. 1 kvadrat metri 28 ming so'm. Kimda uyiga 6 metrlik tushadi, kimga 5 metrlik, kimga 4 metr, kimga 3 metr, shunaqa razmeriga qarab o'zlari tanlab oladi. Kesilishiga qarab o'zlari Shunda xohlasa stena uchun bor, patolog uchun har xil turda ular mahsulotlar. Nima qoldi bu yerda? Nima? Gipsakarton, Gipsakarton qoldi. faner mahsulotlari. Izolonlar bor ekan. Shunday. Gipsakartonlar. Displar bor. Ha, dispini olaylik-da. Dispi bu o'zimiz meslilarmi bu? O'zimiz dispi bu Surxondaryo. Surxondaryoni dispisi nechi pul bo'lyapti? Razmerini aytib yuboring birdan. Bular 183 ga 275. 183 ga 275. Narxi? Narxi 230 ming so'mdan. Bitta donasining narxi 230 ming so'm deyilyapti. Gipsakartonga keladigan bo'lsak, 42 ming so'mdan 80 ming so'mgacha bor narxlari. Pol uchun, patolog uchun har xil bular. Stenalarniki отдельныйmi? Stenaniki отдельно. Gipsakartonni narxini hozir yana bir tushunarsiz bo'lib qoldi. Men o'zim ham tushunmay qoldim hozir. Bunisi Vlagostoyka. Namlik uchun chiqarilgan bu Knaf Donasi nechi pul firmasidan. dedingiz? Donasi bular 70 ming so'mdan bu. 70 ming so'm. Patolojnisi-chi? Patolojnisi 55 ming so'mdan 42 ming so'mgacha bor. 42 ming so'mdan 52 ming so'm. 52 ming so'mgacha. Bo'ldi, endi tushunarli bo'ldi. Ha, shifrlar narxlari bilan bir qator. Shifrlarimiz Toshkent Aziya Grand shifrlari bular 50 ming so'mdan donasi. Aha. Xohlagancha qilib beraveramiz nasib bo'lsa. Klientlar uchun. Silindrovka bo'lorlar 4 metrli, 6 metrli, Qattiqroq gapirdim. 5 metrli razmerlarimiz bor. 10dan 14 razmergacha. 10dan 14 gacha endi Undan misol 14 gacha. 10dan 14 gacha. Masalan 10 likni 4 metrligi mana shunda aytib o'tib keting bir qator. 10 lik silindrovkalarimiz 4 metrliklari 100 ming so'm kelishtirib qilib beramiz klientlar uchun. Endi uzunroq, 4 metrdan uzunrog'i bormi? 4 metrdan uzunroq 5 metrligimiz bor, 6 metrli. 5 metrligi nechi pul? 5 metrligi hozir 250 ming so'm, 260 ming so'm razmerga qarab. 250 ming so'm. 6 metrligichi? 6 metrliklarimiz 205 ming so'mdan 320 ming so'mgacha bor. Qalinligiga qarab. Qalinligiga qarab shunday. Xullas kalom, mana videomizni yakunlaymiz. Hozir podpiska bosib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Davay, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.